Oqdog' bilan kasallangan yoki yaqin insonlar oqdog' bilan kasallangan insonlar ko'rishini tavsiya qilamiz. İnsonlardan eshitgan, har xil joydan o'qigan ma'lumotlar asosida hamma narsani qo'llab ko'rishadi. Dori-darmon ham ichib ko'rishadi, tabiblarga ham murojaat qilishadi. 50 ta, 60 ta, hattoki 70 tagacha bir kunga bemor bilan suhbat qilganman. Bemorlar qabulimga kelishadi va judayam tushkun kayfiyatda. Oqdog' menga paydo bo'libdi. Siz alohida maz aytasizmi, kuchli dori aytasizmi, sehrli bir shifo beradigan tavsiya kutishadi. Ruhiyatni davolamasdan tanani davolab bo'lmaydi. Norbekov sog'lomlashtirish markazi bilan birgalikda demak hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu videoni har bir oqdog' bilan kasallangan yoki yaqin insonlar oqdog' bilan kasallangan insonlar ko'rishini tavsiya qilamiz. Chunki oqdog' bilan kasallangan bemorlar qo'lidan kelgan va insonlardan eshitgan, har xil joydan o'qigan ma'lumotlar asosida hamma narsani qo'llab ko'rishadi. Ya'ni dori-darmon ham ichib ko'rishadi, tabiblarga ham murojaat qilishadi, har xil malhamlar, internetdan har xil narsalar sotib olib ham qo'llab ko'rishadi. Lekin asl yechim, asl shifo qayerdaligi haqida ko'pincha demak o'ylab ham ko'rishmaydi. Bugun esa aynan mana shu narsalar haqida gaplashamiz. Oqdog' bilan kasallangan bemorlar ko'pincha dori-darmonlardan, shifokordan, atrofdagi insonlardan shifo izlashga va ular menga yordam berish kerak degan tushuncha bilan ko'pincha yurishadi. Aslidachi, aslida haqiqiy yechim insonni o'zida bo'ladi. Ya'ni bu narsani turli xil misollar bilan men sizga tushuntirib berishim mumkin. Qabulimga odatda kuniga 5 ta, 10 ta bemordan boshlab 50 ta, 60 ta, hattoki 70 tagacha bir kunga bemor bilan suhbat qilganman, ularga har xil tavsiyalar berganman va yillar davomida ozmi ko'pmi tajribaga ega bo'lganman, ya'ni shu soha bo'yicha. Va bemorlarimizda odatdagi holat haqida tushuntirib beradigan bo'lsam, bemorlar qabulimga kelishadi va juda ham tushkun kayfiyatda. Doktor, endi nima qilaman? Oqdog' menga paydo bo'libdi. Paydo bo'lgandan beri men uxlaganim yo'q. Sizni 1 oydan beri, 1 yildan beri, 3 oydan beri, 6 oydan beri kuzataman. Falon ishlarni qilib ko'rdim, falon mutaxassislarga borib ko'rdim, falon maslahatlarga amal qilib ko'rdim degan holatda juda ham tushkun kayfiyatda o'zi ham, oila a'zolari ham va mana shu holatda qabulimizga kelishadi. Mana shu holatda ham biz bemorlarimizga yechim haqida tushuntirib beradigan bo'lsak, quloq solmaydi va menga nima ish qilasiz, qanday qilib davolaysiz, men sizga ishonishim uchun nima fikr aytasiz? Biron bir siz alohida maz aytasizmi yoki alohida bir kuchli dori aytasizmi? Sizni davolash metodikangiz qanaqa deb mendan demak davolash metodikam haqida so'rashadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bemorlar mendan bir hech kimda bo'lmagan sehrli bir shifo beradigan tavsiya kutishadi. Aslida biz yo'nalish beramiz. Ya'ni mana bu tavsiyaga amal qilishingiz kerak, bu tomonga qarab yurishingiz kerak, mana bu ishlarni qilishingiz kerak. Muammoni yechimi aslida o'zingizga biz yo'l ko'rsatuvchi bo'lamiz. Ya'ni biz yo'nalish berishimiz mumkin. Nasib bo'lsa, shifo mana shu tomonda sizda. Siz mana shu tavsiyalarga amal qiling. Bundan oldin tajribamizda bo'lgan, shifo topgan insonlar mana bu tavsiyalarga amal qilishgan insonlar ko'proq shifo topishgan. Mana bunday odatlarga ega bo'lgan insonlar shifo topishyapti. Ya'ni kayfiyati yaxshi bo'lgan, pozitiv bo'lgan, tavsiyalarga amal qilgan, o'zi harakat qilgan insonlar ko'proq shifo topishyapti. Siz o'zingiz harakat qilishingiz kerak, muammoni yechimi o'zingizda deganimizda ko'pincha bemorlar bu tavsiyalarga e'tiborsiz qarashadi. Muammoni asl yechimini tashqaridan kutishadi. Ya'ni kimdir ularni demak tuzatib qo'yish kerak. Mana bir misol keltiraman. Bir bemorimiz demak bizni tavsiyalarimiz bilan yaxshi natijalarga erishib kelyaptilar.
oylar davomida bizga demak qatnab muolaja olyaptilar. Ancha demak sog'liklarini tiklab oldilar. Va shu bemorimizga ham hattoki aytyapmizki, mana bu joyga ozroq kamchiliklarga yo'l qo'yyapsiz. Agar mana shu tavsiyalarga ham amal qilganingizga sizda yana ham yaxshiroq yechim bo'laydi deb aytganimizda, doktor, mana shu dorilaringizni menga tavsiya qilib beravering, shu dorilardan men yaxshi foyda ko'ryapman deb yana ham qo'shimcha dorilar yozib berishimizni demak bizdan kutishadi. Bu dori darmon hammasi vaqtinchalik narsa. O'zi aslida dori darmonlarga emas, mana bu odatlarni, ya'ni uyqu odatini, asabiylashmaslik odatini, yaxshi kayfiyatda yurish odatlarini ko'proq shakllantirishingiz kerak desak, demak qanday qilib shakllantirish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, demak quloq ham solishmaydi mana shu tavsiyalarga. Yo'q, menga eng zo'r dorini yozib bering, yana nima yozib berasiz, bundan ham kuchliroq nima tavsiya berasiz deb ko'pincha qaysidir dori darmonlardan yechim kutishadi. Albatta qabulimizga kelgan bemorlarimizni biz tahlil qilamiz. Ya'ni qanaqa muammo bilan kelishadi ko'proq, ya'ni yuzida chiqqan yoki tanasida chiqqan, tanasini bir tomonida chiqqanmi yoki ikkala tomonida ham chiqqanmi, hammasini tahlil qilamiz va yuziga oqdoq chiqqan bemorlarimizni alohida tahlil qilganimizda bir-biriga o'xshash jihat borligini kuzatganmiz. Ya'ni ushbu bemorlarimizni ko'pchiligi, albatta istisno bor, ya'ni bunaqa bo'lmasligi ham mumkin, lekin asosiy qismi o'ta asabiy, o'ta injiq, ya'ni har bir narsani ideal bo'lishini xohlashadi. Ya'ni ular xohlaganday emas atrofdagilar. Ya'ni hamma atrofdagilar ular xohlaganday bo'lishini, ideallik bo'lishini xohlashadi. Aslida esa bu narsa bo'lmaydi. Tekshirib ko'rganimizda, tekshiruvlarda o'zi qilib ko'rganimizda ko'pchilik bemorlarimizda qalqonsimon bezida har xil tugunlar, diffuzniy izmeneniya deydi, ya'ni butun qalqonsimon bez demak faoliyati buzilganligini o'sha tahlillarda kuzatamiz. Aynan mana shunday asabiylik, o'ta injiqlik holati a'zolarda ham o'zini demak belgilarini ko'rsatadi. Yana bunaqa bemorlarimiz aytishadiki, men deydi, mana shu kasalligim tufayli shu ahvolga tushib qoldim desa, men aytamanki, yo'q, opa yoki aka, siz menimcha aslida oldindan siz o'ta injiq bo'lgansiz va natijada mana shu kasallik kelib chiqqan bo'lsa kerak. Bir kasal bo'lmasingizdan oldingi holatingizni ham bir tahlil qilib ko'ring. Menimcha bundan oldin ham shunaqa bo'lsangiz kerak desam, ko'pincha mana shu fikrga bemorlarimizni o'zlari qo'shilishadi. Ya'ni men bemorlarga yechim berishga harakat qilaman, lekin bemorlar menga o'sha muammosini tushuntirishga, muammoga qarab tortishga harakat qiladi. Menga kerak emas u muammo. Meni vazifam yechim berish, yechimga qarab yo'l ko'rsatish asosiy vazifam hisoblanadi. Lekin bemorlarimiz umuman maqsadi boshqa. Ya'ni men bemorlarimizga maqsading nima seni deb savol berganimda bir bemor yuzimga chiqmasa bo'ldi dedi. Ya'ni bemorlarimiz maqsadi nimaligini ham o'zlari bilishmaydi. Bunaqa holatda qanday yechim topish mumkin? Ya'ni bemorimiz meni yuzimga chiqmasa bo'ldi degani bu kasallikdan tuzalishga olib bormaydigan maqsad bu. Ya'ni yo'qotilgan sog'liqni tiklash, kasallikdan qutulish bu maqsad emas. Bu o'zini demak oxiri yo'q ko'chaga, ya'ni tupikka qarab o'zini tiqish sanaladi. O'zi aslida sog'ayishga harakat qilish bu umuman boshqa yo'l. Bizni maqsadimiz, o'zi asl maqsadimiz, hayotdan, yashashdan maqsadimiz ham barkamol inson bo'lish, bir shaxs bo'lishga harakat qilish bo'lish kerak. Bu sog'lik, bu vosita.
Ya'ni barkamol inson bo'lishga sog'lik bu vosita hisoblanadi. Butun harakatimiz barkamol inson, buyuk o'sha xislatlarga ega bo'lgan, ajoyib, samimiy xislatlarga ega bo'lgan barkamol inson bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Yuzimga chiqmasligi kerak, kasallikdan qutulishim kerak va hokazo maqsadlar bu asl maqsad hisoblanmaydi. Bu narsa bilan bemorlarimiz shifoga erisha olmaydi. Biz aslida nimaga harakat qilishni to'g'ri anglab yeta olsak, nimaga qarab harakat qilsak, o'sha narsaga erishamiz. Agar harakatimiz yaxshilikka qarab bo'ladigan bo'lsa, albatta bu narsaga ham erishamiz. Agar bizni harakatimiz noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, demak, noto'g'ri natija kuzatiladi. Biz bilamiz, hech bir bemor, demak, kasallik bilan bir umr qolishni xohlashmaydi, lekin ularning harakati ko'pincha noto'g'ri harakat hisoblanadi. Ya'ni men bemorlarimizga aytaman, hattoki tuzalgan bemorlarimizga ham shu holatni kuzataman. Siz bo'ldi, tuzalgansiz, boring, ketavering deganimda, endi hech narsa yozib bermaysizmi deydi. Sizga nima yozib beraman? Tuzalgansiz-ku desam, men boshqa qaytib kelmaymanmi deydi. Ya'ni bemorlarimiz miyasida tuzalmagan. Ya'ni fikrida tuzalmagan, ruhiyatida bemorlarimiz tuzalmagan. Mana shu minglab maslahat bergan, tavsiya bergan bemorlarimizda bitta umumiy jihatni ko'raman. Ya'ni ruhiyatida nosog'lomlikni ko'raman. Aynan mana shu narsada, demak, yechim izlab men yillar davomida izlanib kelaman. Nimaga bunaqa ekan? Bu narsaga qanday yechim bersak bo'ladi deb doim yechim izlab kelaman. Va natijada mana shu narsani yechimi sifatida bir narsani doim o'ylab kelaman. Ya'ni bir gap bor, ya'ni ruhiyatni davolamasdan tanani davolab bo'lmaydi degan narsa haqida juda ham ko'p bosh qotirib, yillar davomida o'ylab kelaman va shu narsani yechimi sifatida ustozlarimiz Norbekov sog'lomlashtirish markazi bilan birgalikda, demak, hamkorlikni yo'lga qo'yganmiz. Ya'ni u joyda aynan fikr tozaligi, ruhiyatni davolashga alohida e'tibor berib, yechimlar berib kelishadi. Bemorlarimizni aynan qiynayotgan masala mana shu fikr tozaligi bo'ladigan bo'lsa, uni oila a'zolarini ham o'sha tushkun kayfiyatdan chiqarishga yordam beradigan, fikrini tozalashga, o'z ustida ishlashga, ijobiy fikrda yurishga yordam beradigan va buni bir qancha amaliy mashqlar asosida sizga odat shaklida shakllanishiga yordam beradigan aynan yagona markaz bu Norbekov sog'lomlashtirish markazi hisoblanadi. Nima uchun bu markaz bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik? Chunki o'zingiz ham internetdan tanishib chiqishingiz mumkin. Bu markaz butun dunyo bo'ylab millionlab insonlarga aynan surunkali kasalliklardan sog'ayishiga, sog'lig'ini tiklashga, nafaqat sog'lig'ini tiklashga, balki barkamol inson bo'lib, shaxs sifatida shakllanib, juda ham katta, demak, hayotda muvaffaqiyatga erishgan insonlar juda ham ko'plab o'zingiz guvoh bo'lishingiz mumkin. Yillar davomida bu markaz bilan hamkorlik qilishga harakat qilib, yaqinda, demak, hamkorlik qilishga shartnoma imzoladik va birinchi sog'lomlashtirish kursini ham o'tkazishga ulgurdik va o'tkazib yana bir bor bu narsaga amin bo'ldikki, deyarli barcha qatnashchilar ajoyib natijalarga erishdi va o'zlarining ajoyib natijalari bilan ham bo'lishdi. Mana men 15 yildan beri shu markazda har 2-3 yilda bir borib turaman. Sanatoriyadan ham ko'ra yaxshi bu yer menda. Assalomu alaykum, hurmatli shu yerda o'tirgan onajonlarim, opajonlarim, dugonalarim, hammalaringizni shu yerda olgan natijalarimiz bilan tabriklayman. Mana men 15 yildan beri shu markazda har 2-3 yilda bir borib turaman. Sanatoriyadan ham ko'ra yaxshi bu yer menda. Bu yerda juda ham odam o'zini bir studentlarda, yoshligingizda student qanday bo'lganday bir birov bilan
xushchaqchaq bo'lib bir birov bilan dugonaday bo'lib yuradi. To umrimizni oxirigacha shunaqa yoshlik, navqironlik, sog' salomatlikda farzandlarimizni kamolini ko'rish hamma onalar, otalarga nasib aylasin. Kelishimdan oldin ham 10 kun stulchaga o'tira olmasdan zo'rg'a ishlab kelgandim. To'g'risi, men 10 yildan beri o'tirib ishlayman. Shuning uchun girjam 6 mm. Kelishimdan oldin ham 10 kun stulchaga o'tira olmasdan zo'rg'a ishlab kelgandim. To'g'risi, Norbekovni kuzatib boraman, lekin jur'at qila olmagandim. Lekin shu sog'lomlashtirish kursi men uchun deb keldim. To'g'risini aytsam, hozir 10% yoki 5% bor. Lekin 90% men uydagilarim ham hayron. Bironta ish buyursa, "Bu yerda belim og'riyapti" deb aytganman. Ishda ham shunaqa kayfiyat yo'q. Bir joyingiz og'risa agar, lekin ustozga katta rahmat, Ilyos akaga katta rahmat. Doim sog' salomat bo'linglar, shunaqa ishlar qilib charchamanglar. Qolganlarga ham, duo qilganlarga ham hammalaringiz duo qilinglar. Shuning uchun sizlarga katta rahmat. Ko'proq daromad topaman deb sog'liqqa e'tibor bermay shu ahvolga kelib qoldik. Meni ismim Shuhrat, 18 yoshdaman. Bu yerga kelishimga sabab Medicare kompaniyasining direktori Umidjon aka sababchi bo'ldilar. Bu kishi oldin bu kurslarga borganlar, hozir ham klub a'zosi. Menga anchadan beri shu insult bo'lganimdan keyin ancha menga tavsiya berdilar. Chunki kallamda aniqlik yo'q, fikrlar yo'qolgan, даже so'zlashni ham yo'qotib qo'ygandim. Rosa tushkun ahvolga tushgan edim. To shu dardga chalinganimcha olov yigit edim. 2-3 ta ishda bemalol ishlardim. Mana ko'proq daromad topaman deb sog'liqqa e'tibor bermay shu ahvolga kelib qoldik. O'zgarish qanday? O'zgarish hozir yaxshi, fikrlar teranlashdi. Mana so'zlashimdan ko'ryapsizlar, ravon so'zlayapman. Men har doim shu bemorlarimizga yechim berishga harakat qilib kelganman. Ya'ni faqatgina bu kasallikni dermatolog vrach emas, kompleks usulda bir qancha vrachlar bilan birgalikda davolash kerak. Bundan tashqari, o'sha kompleks davolash usuli bilan birgalikda hujayra darajasida davolash metodikasi bilan yordam berishga, shu bilan birgalikda ko'plab bemorlarimizda ruhiyatida muammolar ko'rganligim sababli bu insonlarni ruhiyatiga ham albatta yechim berishimiz kerak deb doim mana shu yechim haqida o'ylab kelaman va sizlarga yechim berishga harakat qilaman. Qabulimizga kelgan bemorlar kun davomida haftalab, demak 10 kunlab va keyingi oylarga yana vaqtlari ertalabdan kechgacha vaqtlari ketishadi. Davolanishadi, lekin bir marta juda qattiq stressga tushib, asabiylashib, shuncha ketkizgan vaqtlari ko'pincha bir pul bo'ladi. Ya'ni oqtoqlarni yana qaytalanganligini demak kuzatganmiz. Shu sababli bu bemorlarimiz aynan mana shu ruhiyatini davolash ustiga ham harakat qilishsa, fikrlarni toza qilishga, har narsaga asabiylashmaslikda, har qanday holatdan ijobiy fikr, pozitiv xulosa olishni o'rganib olishadigan bo'lishsa, men o'ylaymanki, bu kasalliklar nafaqat butunlay demak bartaraf bo'ladi, balki o'sha qaytalanishlarni ham oldi olingan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki sog'lomlashtirish kurslariga nafaqat siz 10 kun davomida bu narsalarga o'rganasiz, balki uy sharoitiga 1 soat, 1,5 soat, 2 soat davomida o'z ustingizga mana shu narsalarni demak takrorlab boradigan bo'lsangiz, demak bu muammodan butunlay qutulishingizga ajoyib yechim bo'ladigan umiddamiz. Albatta biz oqtoq bilan kasallangan bemorlar qabulimizga kelishganda barchalarini ko'rib, ularga demak shikoyatlarni eshitib, tekshiruvlardan o'tkazib, boshqa mutaxassislar bilan birgalikda demak kompleks usulda davolash muolajalarini davom ettiramiz. Bunga hech qanday shubha yo'q, qarshilik yo'q, lekin shu bilan birgalikda demak hujayra darajasida davolash metodikasini, bundan tashqari ruhiyatini davolash ustida ham albatta ishlaydigan bo'lsak, demak haqiqiy yechimni topgan bo'lamiz deb o'ylayman. Ya'ni hozirgi kunda biz qilayotgan barcha ishlarimiz insonning o'sha ichkaridagi muammolarini, tashqaridagi muammolarni birgalikda kompleks usulda yordam beradi, tanasidagi muammolarni. Lekin
Norbek sog'lomlashtirish metodikasi aynan sizga yetishmayotgan ruhiyatingizdagi muammoni bartaraf qilishga yordam beradi degan umiddamiz. Mana aziz do'stlar, bugungi videomizda sizga ushbu nafaqat oqtog' bilan kasallangan bemorlarga tanani davolash, shu bilan birgalikda uni ruhiyatini ham davolashga alohida e'tibor berishimiz kerakligi haqida tushuntirib berishga harakat qildik. Agar sizda yoki yaqinlaringizda ham oqtog' kasalligi bo'lib, turli xil mutaxassislarga borib shifo topolmayotgan bo'lsangiz, albatta biz bilan bog'lanib qabulimizga kelishingiz mumkin. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahri, Mahmud Qashqariy ko'chasi 84-uy, Mo'ljal Royal Fon restorani. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Free audio post-production by alphonic.com.